tanangiz qichqiryapti, lekin siz buni sezmayapsiz. Har bir belgi ortida sabab bor. Uni og'riq qoldiruvchi bilan yashirmang. Agar bo'g'imlaringiz g'ijirlasa, vitamin D3 analiziga topshiring. Qon bosimingiz doim past bo'lsa, organizmingiz suvsizlikdan aziyat chekyapti. Qon bosimingiz yuqori bo'lsa, kaliy haqida o'ylab ko'ring. Mushaklaringiz og'risa yoki tortishsa, magniy yetishmagandan bo'lishi mumkin. Teringiz qichishsa, organizmga sifatli yog'lar kerak. Doimiy xavotir va asabiylik bo'lsa, B1 vitaminini tekshirtiring. Sovuq qotsangiz, sochingiz to'kilsa, temir darajasini tekshiring. Tanangizda oson ko'karishlar paydo bo'lsa, K vitamini haqida o'ylang. Doimiy holsizlik bo'lsa, suv, tuz va oqsil yetarlimi? Organizm hech qachon bekorga belgi bermaydi. Belgini emas, sababni davolang. Sog'liq deb yozing yoki menga vitaminlar haqida bilishni istasangiz, o'zimga direktga murojaat qiling.